Assalomu alaykum. Aziz obunachilar, qaranglar. Remont boshladilaring. Akamizga o'xshab. Yo bunaqa lesa yoki eshak deydi o'zbeklar o'zimizni xalq tilida eshakni qilishlaring kerak yo bunaqa yoki shotni qo'yaman desalaring sig'maydi. Men sizlarga buni o'ta zo'r yechimini topib qo'yganman. Men sizlarga yechimini topib qo'yganman dedim-ku. Yechimini o'ta zo'ri. Xohlasa yangi ish boshlandi. Ustamiz o'zi yosh bo'lsa ham tajriba so'zdan katta. Sizlarga yangilik, lesa yangiligi. O'zbekistonda hozir. Endi noto'g'ri tushunmaysizlar. Iloji boricha tabiiy jonli chiqsin deb harakatdamiz. Xo'p. Svalkalarga bitta qator e'tibor berasizlar. Ayamasdan xotirjam zakonniy quyilinyapti. Hatto nepildirgan, nepillarigacha topib o'zlarini zavodskoy qilib ko'p lesachilarni men o'zim misol internet narsada kuzatdim. Setka qilishyapti yoki planka qo'yilar ekan. Bo'lmasam yana bir narsalar, endi taxtaligingizni ko'rdim. Men taxta suv yong'ib desa ish narsa bo'lib ketadi. Biz undan ham bundan ham umuman narsa qilingani yo'q. Bitta e'tibor berasizlar. E'tibor berasizlar. Bunga baquvvatligiga tashab olay. Qaranglar, hech nima qilmaydi. Profil 2.4 deydi. Usta stenkasi necha edi? 1.7 stenka. Aytmoqchi, bu temirda ikki xil variant, ikki xil narsasi bor ekan, ha? Hali zavodi puli ozroq, puli qimmatroq oldi. O'zingiz aytdingiz, Namanganniki, Toshkentniki bor dedingiz. Bu hozir qattiq ekan, bu ishlatilayotgan materiali. Hozir eng yaxshisi Toshkentniki deganmidi yo? Rossiyskiy ham bor, endi o'rtacha Toshkent yaxshi endi. Mo Namanganniki chiqqandan ko'ra yaxshiroq-a bu. O'zbekistonning sharoiti, O'zbekistonda chiqarilayotgan temir mahsuloti eng yaxshisi hozir Toshkentniki bo'lib turibdi. Shunaqa. Aha, akalar, Toshkent eng qiziqarli tarafi ko'p odam buni og'irligiga qarab o'lchalar ekan. Masalan, og'ir tarafimi, yengilmi o'lchab narsa qilib ko'rishar ekan. Misol, men endi sizlarga nima qilib beraveray. Ikki qo'lda og'ir. Agar misol bir qo'lda ko'taraman desalaring, shu og'ir. Men ko'p o'zim lesalarni chiqarib o'zi ko'rdim, bordim. Endi baribir qilishdan oldin bitta qator pervertga narsa qilindi. O'ta baquvvat, o'ta og'ir. Oddiy kilosiga qo'yib ko'riladigan bo'lsa ham, eng kamida 2 kilo, 3 kilo og'ir. Sabab materiali baquvvat, sifati zo'r. Keyin aytganimdek, bunda asosiy eng baquvvat bo'ladigan tarafi kashagi deylar ekan. Zina poyasini, zinasi deydi. O'sha Toshkentniki 1.7 stenka o'ta baquvvat. Ko'p odamda o'sha aytayotganimizdek planka yoki anaqa setka bo'ladi, bizda unaqa emas akalar. Bitta ko'rib chetiga maza qilinglar. Profil eng qizig'i hozir ustalarimiz ishlatishyapti. O'sha 5 komplet qilib jo'natib ham borgan. Mana qaranglar. Umuman plankini ham buzmaydi muallim. Mana egil deylik, mana qaranglar, egil. Egilmaydi ham bu. 150 kilolik odamdan 4 ta 5 ta olib chiqib, yoniga addershi bo'ladigan bo'lsa, bir ikki pag'il loyini ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Endi 4 ta odam zo'rg'a sig'adi. 5-odamni bitta pag'ilni qo'yib qo'yding. Xo'p, usta buni dastavkasi misol nima bo'ladi sizga? Puli, narxi qanaqa? O'shanisini bitta qator aytib bersangiz. Dastavkasi ichida. Qayerlarga? O'ziga. Shahar markazini o'ziga misol yo chekka joylariga bo'lsa-chi? Chekka joylariga kelishilgan holat. Xo'p, aytilayotgandan qilib zakaz asosida yasab berasiz. Xohlasa 1 metr, 2 metr, 3 metr. Zakazga qarab kelishamiz ham. Haqini zakin. Xo'p, men ko'pini ko'rdim, lekin lesa вообще baquvvat. Masalan, setka yoki qiladi, profilni o'zidan mustahkamroq bo'lsin-da. Zina bu 5 yil emas, bir 10 yil, 15 yil. Endi ovozni noto'g'ri tushunmaysizlar. Biz bloger odam bas biz. O'zimizni sizlarga ish jarayonidan ketayotgan joyi. Xo'p, aka, o kashagini deylik. O'sha kashagini ham ko'p odam faqat ushaydi xolosda materialini zo'r anaqadan qilmas ekan. Kashagi hammaniki qatori, el qatori 1.5 stenka.
Lekin bizgina materiali shu Toshkentniki. Baquvvat. Hatto kashagini o'zi ham arzonroqdan va baquvvatdan ketyapti. Bitta yangilik qildim. Xalq uchun qiynalib, hali misol qishloq sharoitida flagada suv tashiydiganlar bor. Xo'p, gaz ballon deng. Kelyapti, gazda uni ham yasab chiroyli qilib hali uji tugatganim yo'q, endi harakatdaman dedingiz. Shu bitta ko'rsatib olmasam, anaqa. Nima deydi? Arava deydimi uni? Uni. Hali sotuvga chiqadi, sinamoqda hali. Aha. Sinamoqda. Masalan, uyda erkaklarning bo'lmay qoladi. Shu sharoitni o'ylab. Ha, bu bemalol ayol kishi ko'tarib olib ketaveradi. Yangi bu, masalan, aravacha o'zi yangi. Shunday qilib gaz ballonlar boradi, shuni yuklaydi-yu. Shunday qilib ayollar o'zi ham olib ketaveradi. Aka, shu bitta gaz ballon bor ekan, bitta ko'rsatib bering. Haligi, tabiiy bo'lsin. Chetiga. Chetiga. O'sha mashhur pechka, vulqon tutamaydi, sasimaydi, bilasizlar, aloqaga chiqib olasizlar. Mana. Yangi. Eng qizig'i bitta qo'lda. Ayol kishining ikkita qo'lda deng. Erkak kishi bir qo'lda olib ketyapti. Bemalol, yangi. Mashalloh, mashalloh. Akalar, bu yangilikda yana bilmayman. Biz uchun bu yangilik. Sabab yo mashinaga yukla, yoki bitta arava chaqil, yoki velosipedni o'rtasiga tiqib olib, shunday narsa ko'p ko'rganman. Endi misol siz ishda bo'lasizmi, qayerda bo'lasizmi, farqi yo'q, bemalol ayollar ham usta. Ayollari chiqib xotirjam nimasam bo'ladi, gaz ballonni yuklab, ammo ustamiz xafa bo'lmaysizlar, jicha uyatcharoq o'shuning uchun anaqa qilmayapti, joy yuzda. Keling deyaptilar. O'rgatib olamiz ba'zan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Laklarda ayamaymiz.